Assalomu alaykum barchaga. Kuningiz xayr va barakotli bo'lsin. Demet tizimi raqamli tibbiyot o'zini bir qancha afzalliklari bilan ajralib turadi an'anaviy tibbiyotdan ko'ra. Ya'ni ko'plab kutiladigan navbatlarni oldini olish uchun elektron navbat olishni tatbiq qilingan. Buni qanday qilsa bo'ladi? Aytaylik, siz poliklinika shifokoriga yoki hudud uchastka hamshirasiga telefon qilib, falon vaqtda bormoqchiman, o'shanga elektron nima olish kerak yoki poliklinikani o'ziga borib, maxsus apparatdan siz navbat olishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, men Demet tizimida qanaqa qilib elektron navbat olish ko'rsatib o'tmoqchiman. Aytaylik, biror bemor Yusupov mani aktivlarimda turgan, Demet tizimida aktivlarimda turgan Yusupov Ulug'bek. Ularga men nevropatolog chaqirmoqchiman. Nevropatolog qabuliga borish kerak. Bepul. Qani, xo'p. Qayerda ko'radi? Nimada? UTTB, KTMP. Jonli navbat qachonga? 20-aprel. Xo'p, soatini band qilib qo'ydik. Qabul. Xo'p. Yana bitta bemorni qabuliga yozib band qilamiz. O'sha orqali boyagi vaqt band bo'lganligini ko'rib chiqamiz. Aytaylik. Bular. Xo'p. Men bularga bepul KTMP Surayya kasalxonada jonli navbat 20-chislo ko'rib turganimizdek soat 8 ga shifokor qabuli band qilingan. Bemorimiz orqali endi biz xohlagan kunni nimasiga shifokorni ish vaqtida nimaga qilsak bo'ladi. Masalan, aytaylik 8:15 yoki 8:45 biror vaqtni band qilib, o'sha vaqtga borib, o'zimizni vaqtimizni ancha tejashimiz mumkin. Qabul qilish. Endi bular mana nima qilamiz? Shifokorimizni 20-apreldagi nimasiga ko'ramiz. Mana ikkita bemorimiz 20-aprel sanasiga shifokor qabulini band qildi. O'sha vaqtda kelsalar, bemorni ham shifokorni vaqti tejaladi. Albatta bir qator navbatlar shifokorlarimiz uchun ham sifatli ko'rik o'tkazish uchun xalaqit berishi mumkin. Albatta har bitta bemorga ma'lum vaqt ajratish kerak. Standart bo'yicha 15-20 daqiqa bemor ko'rik o'tkazib, bemorga to'g'ri tashxis, tavsiyalar berish uchun ajratiladi.